Bugun Yaqin Sharqda vaziyat yana keskinlashdi. Eron rasmiylari ma'lum qilishicha, Keshm oroliga ondan-on birtagacha dushman raketasi uchirilgan. Shuningdek, Bandar Abbos port shahrida ham kuchli portlashlar sodir bo'lgani xabar qilinmoqda. AQSh markaziy qo'mondonligi, ya'ni Chenchom, oz kuchlari Hormuz bo'g'ozida kemalar harakati xavfsizligini ta'minlash uchun to'liq tayyor holatda ekanini bildirdi. Eron esa Iordaniya, Bahrayn, Kuvayt, Qatar va Ummon yo'nalishlariga raketalar hamda kamikadze dronlar bilan zarbalar berganini da'vo qilmoqda. Bu voqealar Yaqin Sharqda yana keng ko'lamli urush boshlanishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Bundan tashqari, Eron Inqilobiy gvardiyasi Hormuz bo'g'ozi keyingi ogohlantirishgacha yopilganini va ruxsatsiz yo'nalishdan o'tishga uringan kemaga o't ochilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga, Gazo sektorida ham hujumlar davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, Isroil zarbalari oqibatida kamida 6 kishi halok bo'lgan. Livanda esa o't ochishni to'xtatish kelishuvi mavjud bo'lishiga qaramay, harbiy harakatlar davom etayotgani aytilmoqda. Endi e'tibor Ukrainadagi vaziyatga qaratiladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning raketa va dron hujumlari oqibatida Ukrainaning turli hududlarida kamida 8 kishi halok bo'ldi. Qurbonlar orasida bir nafar bola ham bor. O'nlab odamlar turli darajada tan jarohati oldi. Sumi shahrida 5 kishi, Odessa shahrida esa 2 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Kiyevdagi tungi hujumlarda esa 12 kishi jarohatlangan, ular orasida 2 nafar bola ham bor. Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Rossiya bir kechada 120 dan ortiq dron va 12 ta raketa uchirganini, ularning yarmi ballistik raketalar bo'lganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Ukraina havo mudofaasi tizimlari ko'plab nishonlarni urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Biroq ballistik raketalarning barchasini to'xtatishning imkoni bo'lmagan. Shu sababli Zelenskiy xalqaro ittifoqchilarni Ukrainaga ko'proq havo mudofaa tizimlari va harbiy yordam yetkazib berishga yana bir bor chaqirdi. Ayni paytda Ukraina harbiylari Azov dengizida Rossiyaga tegishli 21 ta yoqilg'i tankeri hamda yana 7 ta yuk va yordamchi kemaga dronlar orqali zarba berganini ma'lum qildi. Mintaqadagi vaziyat keskinligicha qolmoqda va voqealar rivoji diqqat bilan kuzatilmoqda.